shu foyda zararga qaralyapti. Endi anu rossiyalik mutaxassis ham aytyapti, o'zini tajribasida yosh katta odam shu adenoidni yoshligida olingan ko'p bemorlar yoshi katta bo'lgandan keyin ko'pida nafas yo'lida muammolarga duch kelyapti. Kimlardir astma paydo bo'lyapti, kimlardir xronический bronxitlar. Chunki endi bilamiz-ku, o'sha adenoidlarning himoya vazifasini bajarishi nafas yo'lida. Endi uni yoshligida olib tashlaganingizdan keyin bitta pog'ona himoya vazifasi kamaydi-da. Yo, o'zi to'g'ri narsa-yu, lekin Alloh taolo o'sha bandani yaratgan ekanki, adenoid tashqi muhitdan kiradigan infeksiyaga qarshi kurashadigan baryer deb hisoblaydigan bo'lsak, bundan tashqari yana o'zi общий 6 ta bo'ladi. Baryer. Piragovani aytamiz. Piragov halqasida 6 ta bo'ladi. O'sha ikkitasi angina, bittasi adenoid, ikkitasi trubni valik deymiz, trubni mindalini, yana bittasi til ildizidagi bo'ladigan mindalin. Ya'ni adenoid olganimiz bilan undan tashqari yana 5 tasi bor-da, ishlaydi bo'ladi. Xo'p, biz har doim bu aytgandek foyda zararga qaraymiz-da. Xo'p, adenoid olgan deylik, misol uchun-da, mani tajribamda kuzatilgan jiddiy o'zgarish bo'lmagan. Olingan holatda. Ya'ni 13 yildan beri ishlayotgan bo'lsam shu sohada. Xo'p, endi ikkinchi tomonga qaraymiz. Tanganga ikkinchi tomoni ham bor. Olinmaganlarida-chi? Olinmaganlarida juda ko'p xavfli asoratlar keltirilgan. Masalan, oddiy sanaymiz. Ya'ni biz ko'pincha gaplashamiz, yaqin asoratlar deymiz, uzoq asoratlar. Yaqin asoratlarga, masalan, adenoid borda, yaqin asoratlarga tez shamollashi, ya'ni virus nagruska bor organizmda, doimiy yallig'lanish bor. Og'iz ochiq uxlashi, quloqqa asorat berishi, har kelganda pardan teshilib qolishi, bu yaqindan kuzatiladigan asoratlar. Uzoq asoratlari bor. Buni biz bevosita farqlashimiz qiyinroq. Ya'ni qanaqa? Bolada yuz jag sistemasi o'zgarish, pastga olib o'zgarish, tishlarning qiyish chiqib ketishi, bolada rivojlanish ortda qolishi. Ko'rasizmi? Endi agar bu bolada adenoid sababli mana shunaqa asoratlar kuzatiladigan bo'lsa, uni to'g'rilash imkoni yo'q. Masalan, bolani siz qayta orqaga qaytara olmaysiz. Bu bir. Tishlari qiyish chiqib ketsa, hozir endi stomatolog rivojlangani uchun brek taqishyapti. Bu ham yaxshi breketlar hozir primeri $1000 turib turadi. Tag'in bitta taqsiz to'g'rilab qo'y degani emas u. 2 yillab taqish kerak. Juda qiyinchiliklari bor. O'zini aytishim mumkin. Shu aytaman-da. O'sha har doim asoratni to'ppa-to'g'ri aytyaptilar. Maksimal bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlarni oldini olgan yaxshi. Endi hozir o'shadan foydalanamiz-da mana shu temadan. Adenoid oladigan bo'lsak, qancha vaqt ketadi? Qancha qo'polayotganda bolani stress deymizmi, boshqa deymizmi shu ketadi. Misol ertalab keldi, ochiq qoringa tekshirdik, adenoid bor. Ota-onasi nastroyni kelyapti, men qildiraman, adenoid aniqlangan bo'lsa deb kelyapti. Ko'rdik adenoidini, tekshirish kerak, пожалуйста. Pediatr ekiga qilinadi, anestezolog ko'radi. Agar yondosh kasalliklar bo'lmasa, anasi topshiradi, ikkinchi kuni operatsiya olamiz. Hamma kasallik bo'lmasa. Taxminan qancha vaqt oladi operatsiya? Adenoid hozirgi kunda 15 minut. 15 minut. Uzoq bilan 15 minutda olib tashlaymiz. Shu yengil metodlar bilan. Bizning ishimizda, ya'ni xirurg ishi, o'ta anestezolog ishi ham bor. Narkozga kirishi, narkozga chiqishi, грубо говоря, 1,5 soat, 1,5 soat ketadi. Operatsiyadan chiqdi, hammasi yaxshi, reanimatsiyada yotadi, intensiv palatada, keyin o'zining palatasi chiqadi. Va 4-5 soatdan keyin bola o'ynab kulib, xuddi hech narsa bo'lmagandek. Shu kunning o'zida uyga ketaveradi, javob bor. Keyin yana bitta savol. Shuncha yildan operatsiya qilaman dos. Umuman emas, adenoid olingandan keyin yana qayta chiqish holatlari kuzatilganmi? O'zingizdami yoki umuman statistikada shunaqa holatlar bo'ladi? Qaytadan o'sib chiqish holatlari. Xo'p, yaxshi savol. Endi to'g'risini aytsam, tajribam 13 yil bo'lganligi uchun men ancha oldin boshlaganman-da. Ya'ni 2013-yil boshlaganmiz operatsiya qilishni. U paytda O'zbekistonda, ya'ni Toshkentda adenoid operatsiya qilishi eski usulda qilinardi, asosan. Ya'ni mahalliy narkoz beriladi, bola uxlatilmaydi. O'zini spesial o'zini moslamasi bor, instrument og'ziga tiqadi, shat yulib tashlaydi. Ko'r-korona deyiladi, ya'ni slipoviy metod deyiladi. Ko'r-korona, u yerda kamera bo'lmaydi, tegi qancha olingani ko'rinmaydi, xonasi qon to'xtatilmaydi, ya'ni прижигание qilinmaydi. Shu holatda adenoidning bir qismi qolib ketsa, vaqt kelib shamollasa, o'sha bir qismi yana kattalashib, yana qaytalanishi mumkin. Bo'lgan bizda. Bizda bo'lgan. Tekshiruvimizni kamerada, ya'ni ambulatorniy kamera demaydi.
keyin operatsiya qilyapmiz. 6 oydan keyin kelyapti, yana adenoid bor. Yo, u eski metodda qilinganmi shunda? Ha, eski metodda o'sha 2014-2015 bo'lgan yillar. Yangi metodda ham bormi kuzatilgan? Yo'q, Hozir aynan shu yangi mana metodda. 2018mi, 2009dan beri yangi metod o'tganmiz. Shu farq qanaqa shuni ham qisqa tushuntirib. Xo'p, bunda yengil narkoz beriladi. Sedatsiya qilinadi, uxlatiladi. Kamera bilan shaver degan apparatda olib tashlanadi. Kuzatuv vositasi olib tashlanadi. Ko'r-ko'ron emas. Kamera ko'rib turamiz, shaverni olib tashlaymiz va tegi ham qonamaslik uchun, ham qayta o'smaslik uchun kuydiriladi. Bu holatda hozir kungacha o'sish holati kuzatilmadi, ya'ni 100%. To'g'ri, statistikada bor, boshqa lor klinikalarda shunaqa statistika qilingan. Epstein-Barr virusi aniqlansa, o'sha bolada qaytalanishi mumkin degan statistika bor. Epstein-Barr virusi bo'lsa. Shunaqa holat bo'ldi. Endi tajribamni aytib o'tishim kerak bo'ladi. Oldin operatsiya qilingan, 3-daraja adenoid, biz qilmaganmiz. Operatsiya olib kelishgan. Kimdir maslahat bergan, to'g'ri maslahat bergan, Epstein-Barr virusiga topshirib ko'rgan deb. Epstein virusi tasdiqlangan, положительный chiqyapti-da. Biz aytyapmiz. Biz aytamiz, olib beramiz. Qaytalanishi bilmaymiz. Epstein virusini davolash kerak deymiz. Bo'ldi, menga mana shuni olib bering. Bola juda qiynaldi. Uxlagan payti havo yetmasa apnoe ish qolar ekanda. Qildik, yaxshi. Hozir qilganimizga taxminan 2 yildan oshib qoldi. Hozir kungacha kelib tekshirib turadi, yo'q qaytalanmadi.